Hozir men Toshkent shahrini eng havosi toza rayonda turibman, ya'ni Mirzo Ulug'bek tumanida. Assalomu alaykum hurmatli Moon House obunachilari. Bugun sizlarga zo'r kvartirani tanishtiraman. Kvartiramiz kvadrati juda ham katta. Manzilimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Ahmad Yugnaki massiv. Bilasizlar, sizlarga orientir Respublikanskiy nevroxirurgiya, birinchi sport shkola. Mana qaranglar, o'rtada mana bolalar maydonchasi bor. Juda ham toza havosi, mana daraxtlar, baland daraxtlar qilingan. Mana shu podyezdagi 5-etajdagi kvartiramiz sotilyapti. Umumiy maydoni 116 kvadrat, 5 ta xona, mebel texnikalari bilan. Qaranglar, kirishimiz podyezdning tepasi mana shunaqa naveslar qilingan. Juda ham chiroyli, yap-yashil, havo toza. Ana endi kvartirani o'zi bilan tanishamiz. Qani, ketdik. Kirganimizda kengina prixoshka keladi. Bu yerda mana stroyinli shkoflar qilingan. Mana sifatli eshiklar qo'yilgan. Bu yerda bitta spalniy xonamiz bor. Endi bitta uy egalarini narsalarini qo'yib qo'yishgan. Ko'rsata olmaymiz. Bu yerda ikkita spalniy, bu yerda zal, hamda bu yerda bitta kattagina spalnigimiz bor. Mana родительский spalniy. Konditsionerlar o'rnatilgan. Mana bu yerda qaranglar, boshqacha planirovka qilingan, garderobniy qilingan bu yog'i. 116 kvadrat. Kattagina qaranglar. Bu yerda mana zal joylashgan. Mana zalimiz mebellari juda ham chiroyli, ranglari padmas qilingan. Eslatib o'taman, kvartiramiz mana shu mebel texnikalari bilan sotiladi. Mana bu yerda bitta spalniy joylashgan, mana. Bu yerda ham yana bitta spalniy xonamiz bor. Mana bu yerda vanna, tualet alohida qilingan. Mana bu hojatxona. Hamda bu yerda vanna xonamiz. Mana bu yerda kuxnya. Kuxnyamiz ikkita zonaga bo'lingan. Bu yerda mana ovqatlanadigan zona, uголокni mana divanlar qo'yilgan, stol-stullar. Bu yerda mana ovqat qiladigan joyimiz. Juda ham tinch, chiroyli, yaxshi joyda joylashgan. O'zingizlar bilasizlar, Mirzo Ulug'bek tumani ob-havo bo'yicha, havo tozaligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Chunki tog' yaqin, bu yoqqa yaxshi rayon. Eslatib o'taman, 5 qavatli domimizni 5-qavati, 116 kvadrat, 5 ta xona, mebel texnikalari bilan sotilyapti. Narxi esa hamma kutgandek, narxi 93 ming. Yana kelishtirib beriladi. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.